Hammaga salom, sizlar bilan qishloqi. Va bugun biz Granny 3da havo sharidan qochamiz. Granny 3ga yangi konsovka qo'shilibdi. Havo sharidan qochish. Aynan shundan hozir qochamiz. Если что, bu eng oson qochish meni fikrim bo'yicha. Darvozadan ham osonroq даже. Chunki havo sharining detallari ancha chiqishi osonroq, hamda esa o'zi ancha zo'rroq. Har xil to'kulash kerak emas yoki qanaqadir tam bilet topish kerak emas, просто havo sharini yasash kerak. Mayli, boshladik. Speedrunchasiga o'tamiz. Speedrun по Granny 3. Поехали. Deyishganidek. Let's go. Nega aynan Granny 3 bo'yicha video olishga qaror qildim? Просто tak olgim keldi bir yangi versiyani ko'rsatish uchun. Bu yerda hech narsa yo'q, speedrunchasiga tushamiz unda. Va sразу magazinga ketamiz. Bu yoqqa qarab oraylikchi, bor ekan bu yerda bizga kerakli narsa. Va bo'ldi. Weapon key. Bu kerak bo'ladi. Arbalet tikaldi. Bu degani biz montaj sehrini ishlatgan holda biz boboyning xonasida paydo bo'lamiz. Va arbaletni olamiz. Birdamani tekshiramiz. Tushunarli. Endi kutdik. Yoki ketdikmi? Yo'q, kutdik ekan. Sal qoldi boboy otib o'ldirishiga. Bu yaqin edi o'limga. Dal tinchlandimi boboy? Nimadir ham deydi bizga qarab. Yo'q, so'kdimi? Hozir men arbalet bilan shunaqa qaptingga tosh otaman. Behazil. Chiqdik. Hech kim yo'q. U kerak emas. Metrodan qochsa kerak bo'lardi. Короче, asta biz birinchi etajga tushamiz. Birdan qarag'ada nima borligini ko'raylikchi. Bu bizga kerak. Havo sharidan qochaman degandim, kim deysiz o'zi? Chiqqan joyiga uni bo'lakni. Asta tushish kerak. Shunchaki bu yerdagi personajlar juda lapti. Chidamliligi. Va tosh qidirdik. Taxta. Kerak bo'lsa kerak bizga. O'qlar yig'amiz. Dальше nima? Mana bu o'qni ham oldik. Va bu tomon. Hech narsa yo'q ekan. Endi chiqqaniga javob behazil. Granny cholmi farqi yo'q. Любойники. Otib o'ldiraman. Как раз chol. Tog'a. Bo'ldi, chol tog'an deb chaqiramiz cholni. Uxlab turing tog'ajon. Bo'ldi, drabavik bizniki. Hozircha yashirib qo'yaman mana yoqqa. Va shpoq qilgan holda ketib o'tamiz. Omborxonani keldi. Keyinroq boramiz. Hozircha menga mana kerak. Qarg'aga kerak bo'ladi bu. Stop. Nega xoda bilan zapal bo'lishimiz kerak agar drabavik bo'lsa?
Mayli. Men omborxonaga ketdim. Va hozir montaj ostida paydo bo'laman demoqchi edim. Aslida Greenni ushlab olarkan. Mayli. Короче, omborxonaga yetib olgach videoni ulayman. Короче, omborxonaga yetib keldim. Ko'rdik. Blin, Teddy. Ikkalasi ham uyg'oq, shuning uchun ma'no yo'q uni olishdan. Ey salom, silinderingni beradigan narsa menimcha menga kerak emas. Mayli. Endi taxtdan olgan holda montaj sexi ostida biz mana yoqqa kelib qolamiz. Bu taxtani qo'yamiz. Bu tomonga o'tib, stop. Bilan anaqa qani? Blin. Yo'q ekan menga kerakli narsa. Blin, nima? Короче, 3-kun. Menimcha tepada Slenderinaning xonasidagini ochish kerak lom bilan. Короче, Slenderinaning xonasiga avtomatik teleport qilamiz hozir. Короче, ikkalasini ham uxlatdim. Luxda короче ikkalasi ham. Va drabavigini chopdim, boboy. Xolanam juda qilib oldingiz oldimga. Drabavikni pastga yashirgach, biz tepaga chiqamiz. Mana lomni olib. Mana uni ham olib borish kerak, lekin sudagi mening maqsadim hammasini yig'ish. O'sha havo sharining birinchi qismi. Yo'q bo'lib qoldi, ikkalasi ham qayerdan chiqishini bilmayman. Lekin yomon olmadim keldi, ikkalasini ham yo'q qilib. Короче, ikkinchi etajga chiqqach, stop, bir narsa qolib ketdi, esimdan chiqdi. Mana yoqdagi mana ko'kanutni olib borishimiz kerak. Kalla kasalni oldiga. Tashab qo'yamiz to'g'rirog'i. Tak, tashab qo'ydim. Mendan uni oldik. Lomni. Mana. Va Slenderinani xonasiga tushdik. Da, shunaqa dolgi подход bo'ldi bu safar. Halkashlarcha aylanib o'zimizga keldik. Elektrolash. Undan o'qani. Nima edi nomi? Aylantiradigan bor-ku darvozani tushirishga. Hatto boshqa uslubda olishimiz mumkin u narsani. Aytgancha mana temir endi kerak. Ammo ularning ichidamikin. Metroni kaliti. Kerak. 2,5 minutdan o'tayapti ikkalasi ham. O'shani ko'rib chiqdik. Tushunarli, bu tomonda hech narsa yo'q. Bu yerda ham monetachi. Gugurt. Bu kerak bo'ladi bizga to'chni. Undan oldin esa kokonutni oldan qoldi, kalla kasarga qo'yamiz. Va bosh tanasidan judo qilamiz. Degan qoldi tanga. Kerak emas ekan. Bekor vaqtni ketkazganim qoldi. Spichkalarni olgan holda podvalga to'g'rirog'i ikkinchi etajga chiqadigan qo'yish kerak. Mana shu yerga tashab qo'yamiz. Men o'zim esa xodani olib kelishga ketdim. Короче, havo sharining qismlaridan bittasini topdim. Qayerda deb o'ylaysiz? Hozir Green o'tib ketsin. Mana yerda. Hayron qolmanglar. Именно shu yerda ekan.
Buni ham tashqariga tashab qo'yamiz. Birinchisi podvalda. Hozir shuni olib chiqaman va gaz balonni topish qoladi. Uchinchisi chunki topilgan o'sha. Bu yerda hech narsa yo'q. Gaz balon qayerda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin sizlarning fikrlaring bo'yicha. Ba'zi turtilladi ba'zi birovlar. Shunaqa aslini buzgim kelyapti, mana pistoletni olib. Lekin unaqa qilmayman. Tak, sразу biz anaqa teleport qilamiz. Hovliga. Do'stlar, endi yomon xabar bor. Короче, havo sharining chizmalaridan bittasi teksturaning orasiga kirib ketdi. Asta qo'yib shotgunni oldim. Teksturaning orasiga tushib ketdi. Bu degani men endi havo sharidan qocha olmayman. Shuncha qilganim, ya hammasi o'xshamadi. Mayli. Shuncha qilganim bekor bo'ldi. Nimani ma'lum qilar ekan, shuncha maqsadingga ancha vaqt ketganingdan keyin oxirga kelib yutqizish. Hammasi bekor bo'ldi. Mayli. Bu lekin teksturaning orasiga tushib ketdi rosti. Mayli. O'yinni o'zi taklif berdi menga. Короче, ketdim men tashqariga. Mana asosiy qismi. Mana buning tepa qismi va havo sharining dirijabil qismi o'g'ani. Buni olishni zo'r kedim men. Tashab qo'yib o'lib ketish degan. Behazil. Mana shu eng yaxshi uslub 10 soat anaqani qidirgandan ko'ra. Drabavikni yo'qotdim. Lekin drabaviksiz ham eplay olaman. Mayli. Короче, asosiy qismini topganimdan keyin ayminda gaz balonni videoni ulayman. Короче, do'stlar, shu paytgacha qayerda ekanning? Mana. Shotgun bilan tushiramiz qadamiga. Bo'ldi, qochishni boshladik. Buni qo'yamiz. Mana uni qo'yamiz. Gugurtni olamiz. O'tiramiz. Ishga tushiramiz. Va yoqamiz. Bo'ldi. G'alaba. Bo'ldi. Xayr, tog'a. Mag'lub bo'ldingiz. Men yutdim bugun. Granny va Chol. Bo'ldi. G'alaba. Ana. Men uchib ketyapman. Mayli. Shu joyda videoni tugataman. Sizlar bilan qishloq edi. Hammaga xayr. Biz Granny uchni yangi konsovkada o'tdik.